Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasizlarmi? Bugun 150 kub skuter mototsiklni olib qolamiz. Buni полный remont qilishga, motorlari apolkam aytib turibdi. Ishlashlari ham yaxshi emas. Xohlasak bizlar buni полный motorni remont qilib taxlab beramiz. Toza gilzi po'shlarni bosib berdik. Chotki sakunni etib prikladkalarni, seplarni toza qo'ydik. Zajiganalarni tuzib, bu yoqda перевесный vallari yaxshi ekan, o'rtacha. Bularni tuzib joy-joyini qo'yib, xudo xolasa avtolan bemiton qilamiz, zajiganalarni tuzamiz. Bu yoqda golobkalarni protirka qildik. Golobkalar ham ishlamaydigan. O'zini klapanini protirka qildik. Motor yomon emas, xudo xolasa video oxirida ko'rasizlar. Zavod etib potlab ko'rsatib beramiz. Hurmatli obunachilar, skuterimizni zavod etib qoldik. Şu knappkasi chalagan. Lekin tigandan ham turibdi. Shu zamoning. Kelasizlar, xudo xolasa. Zavod qo'yib bo'ldi. Zakonni xudo xolasa. Evvelgisinde umuman yanmay, toplanmayatıydı. Hazır xudo xolasa qo'lning uchini deyaversang yana tom bo'ldi. Inshaalloh xudo xolasa shunday skuterlar, benzinli skuterlar bo'lsa, olib kelaverasizlar, qo'lni taqab beramiz xudo xolasa. Bundan tashqari mana shunday benzinli skuterdan tashqari bunday to'qli skuterlar, mana shunday skuterlar bo'lsa, olib kelaverasizlar. Yova ajratmaymiz lekin, yova adashib kelib qolgan bellarga.